Yo'q, unday ariza bo'lmagan. Просто video обращение orqali bo'lgan, to'g'ri. O'zbekistonga kelishingga addushi yordam beraman, uka. Inshaalloh. Nasib bo'lsa, inshaalloh. Senlar yaxshi bo'llaring, meni hech qaysinga yomonligim yo'q. Hojiga kelgan bu temani yig'ishtir, bir-birining ro'za kuni kechirib, Alloh kechiruvchilarni kechiradi. Agar 1 minut 6 oydan beri, 5 oydan beri xalq biladi mana. Aybimni aytdim, aybimni tan olaman aka. Kecha chiqdim, aql ketib qoldi, jahl ketib qoldi, yondim. Chiqdim, haqoratlab tashladim butun oilasini. Men oilasidan so'kkanim uchun uzr so'rayman Alloh uchun, o'zidan emas, jon aka. Eshitdingizmi meni? Bir marta so'kdim aka. Bir martaga efir ochdim, yarim soatgina so'kdim. Akajon 6 oydan beri so'kadi aka. Bechora hoji onam nima deyapti aka, videosi turibdi. Sardorda deydi, o'zi deydi, tarallibida Dubayda kayf qilib qizlar bilan yuribdi deydi. Onasi och yuribdi. Onam yaqinda, onam, buvim, tog'am, ukam, dadam beshallasi umradan yaqinda ketdi. O'zbekistonda qo'ldan kelgancha 1000 kishilik chiroyli umra to'ylar qilib berdim. Endi 1000 kishining ichida qulog'im bor, boshqa ham bor, narsa ham bor, do'st ham bor, dushman ham bor. Onasi och yuribdi degan gapni eshitsa nima bo'ladi aka? Ash gaplar gapiryapti everda. Otasi deydi, o'zini otasi emas, meni otam. Otamni otasini otasi yetib pishtirgan hamma narsasi menda aka. Men bilaman-ku, men qanday men o'zimni otam bo'lmasligini men bunday istayapman. Tushunyapsizmi? Shunaqa gaplar gapiryapti. Jon aka, endi bunday deb 6 oydan beri gapirgandan keyin bitta gapiramanmi, yo'qmi? Shuni ayting. Men haq bo'lib kecha so'kdimmi, yo'q? Yo'q, liboy payt ana qiladi, odamni miyasiga chiqadi. Prosta men nima deyapman? Ro'za Ramazon kunlari akkuratlik bo'lib, yig'ishtir bo'ldi. Sen unga ham xuddi shu gapni aytdim mana. Sardor mana shuncha odam aytib turibdi. U efirga kirishidan oldin ham aytdim shu gapni. Kerak emas. Bu narsa foydasi yo'q. Jon aka, sizni gapingizni hurmat qilganim uchun, xalqni ro'zani hurmat qilganim uchun mana men aytayapman. Kecha bitta video qo'yganman, bitta so'kkanman efirda. Agar so'kadimi, boshqa deydimi, tema qilammi, g'iybat qilammi, qaytib mana shu balani ismini tilga olsam, mana lavz beraman, ro'za kunida otamni balasi emasman mana. Bo'ldi. Nima deb chiqsa? Hisobmi aka? Hisob. Hurmat qilaman, shu ro'za kunlariga to'g'ri kelib shu bilan tortishib qoldim. 2 kundan beri kim nechta odamlar ko'rib, dili og'rib, ro'za tutyapti, Sardorning o'zi ham ro'zador, mana shu temalar aralashib yuribdi deb kimnidir dili og'rigan bo'lsa, hammadan kechirim so'rayman. Meni so'kadimi, meni tema qiladimi? Bundan beriga otamni balasi emasman, shu balani ismini tilga yozsam. Gapirmayman. Mana men Salavatchi aka, bo'ladimi? Mayli, onamlar so'kkan, qonunning oldida qandaydir ishi bor, kimnidir so'kkan, nimadir qilgan, davlatda o'zini da'vosi bo'lsa, nimadir qilsin. Men bo'ldi, bu bilan gapirmayman, jon aka. Bo'ldi, kerak emas. Menga ham kerak emas aka. Menga nima kerak bu bilan? Vala dedi. Yo'q narsa bilan kerak emas. Sen o'zingni kelajagingni o'yla. Ertani o'yla, ota-onani oldiga kelishni o'yla. Inshaalloh nasib bo'lsa aka, borish uylanish. Musuqbatda o'sha narsaga mana ukang menga aloqaga chiqsin, lichkaga yozib qo'ysin, nomer beraman. Nima muammo bo'layotganini menga aytsin. Men qo'ldan kelgancha sen eson ota-onangning kelishingga yordam beraman. Rahmat aka, bitta podpiska qilib qo'yasiz aka, podpiska qilib qo'yasiz. Durja bo'lmagan ekan. Bu yangi akkauntimda Shuhrat aka. Yangi akkaunt. Yo'q, bo'ldi. Joni sog' bo'lsin, lekin mana men sizlarning yaxshi bo'lishingni xohlayman, hech ham yomon bo'lishni xohlamagan emas. Akalar, opalar, meni kechiringlar. Men kechirim so'rayman sizlardan. Mana 2 marta. Aybim nima bo'ldi? Mana xalq ko'rib o'tiribdi. Unga o'xshab 3 kunlab 24 soat yetdi uxlamasdan so'kkanim yo'q. Kecha bir yarim soat so'kdim. Chiqdim, yarim soat jahl ustida aql ketdi, so'kib tayladim. Bir marta video qo'ydim. Bo'ldi. Boshqa bir uni temasi bo'yicha men vala qilib, oilasidan kelib narsa qilmadim. Mayli, noto'g'ri gapirdim. Kecha onasini haqoratladim. Balasiga nima uchun? Chunki meni ham onamga teyapti, meni ukalarimga teyapti, meni onamga, oilamga, otamga, hamma qarindosh urug'imni so'kib chiqyapti. Prosta tak mana bir Odil akam borda, meni oldimda yuradi, u shofyor, TikTokdan tesiga ham qiziqmasdi odamga. Tushunyapsizmi? U prosta bu yoqqa haydang desam haydaydi, bu yoqqa haydang desam o'sha bechorani videolarini qo'yib chiqibdi aka. Aka, ko'rib chanda bo'ldi, mayli deb. Kimmi musulmonligini, kimmi iymoni borligini mana shu ro'za oyida hamma bilib olaveradi. Inshaalloh. Shuhrat aka, men unga ham shu gapni aytdim. To'g'ri bo'lsang, Allohga solib qo'y bo'ldi. Da. Hammamiz o'sha 220 joyga kiramiz. Akajon, ertaga u hammamizni. Da. Agar siz ham oldingizdan bitta o'taman, bir zakot bermoqchi bo'lib bir ko'nglimga tuyib qo'ygan edim 1 oy oldin. Xuddi shunda meni zimdan mana qo'llab turgan xalqim bor, meni o'zimdan qo'llab turgan, kuzatib turgan mana shu auditoriyam akalarim bor. Sardor, shu batillarga ketayotgan rizqimizni ham shu bir kungina ajratgan zakot kunida ertaga nasib 22-kuniga bir chiroyli bir 20 ta oilaga qo'limizdan kelgancha. Endi biz ota dunyo beramiz demaymiz. Chaqirsangiz yordam beraveraman qo'ldan. Ehson desak, u noto'g'ri bo'lishi zakot. Ro'zani zakotini bermoqchimiz. Haqiqiy haqdorga aka. Xudo xolasa, ertaga shu kunlarda sizni ham bir kutaman. Kechasi bir gostimizda bir chiroyli gaplashib, bir siz ham bosh-qosh bo'lsangiz, meni bir o'zim qiynalyapman. Jon aka, 20 kishiga
Qo'ldan kelgancha o'taman. Videolarga ko'zingiz tushgan bo'lsa, Tojikistondan, Turkmanistondan, boshqa chet davlatlardan Ko'raman. Alloh rozi bo'lsin. Jon aka, navz Voy, berdim. senga men necha marta aytganman, sen bunaqa ishlarni eplaysan, shu bilan ozgina ko'kliging bor deb. Jinni ketdi ishga qilib qo'yasan. Kerak emas senga u narsa. Odamlar seni shundoq ham yaxshi ko'radi. Qilayotgan ishing yaxshi tarafi ko'p. Necha marta gapirdim bu narsani. Mana shu tarafga urg'u bergin, hammasi go'zal bo'lib ketadi, ishon. Rahmat. Sizda ham mana lavz berdim, Shuhrat akani ham oldida. Meni so'kadimi, meni tema qiladimi mana. Alloh uchun Allohga topshirdim, qaytib so'kmayman. Tamom. Xudo va tepada nimadir chiqib 24 soat gapirsang, shu bola aslan tilga olmayman. Blokka tiqib yuborganman, qaytib gapirmayman, qaytib shuni kuzatmayman. Bo'ldi, chorni qilib taylaganman hamma joydan. Bo'ldi, yo'lda yursin, fisyo. Allohga topshirdim. Mujiklar oxirgacha mujik bo'lishi uchun. Addish aka. O'rganib ketdik. Ya, o'ziga aloqaga chiqdim. Ya, Nasib aka o'ziga aloqaga chiqdi. Nasib aka dedim. Zo'rmisiz dedim. Ya, rahmat, Xudoga shukr. Anonda umra o'tkazyapman, seni ham duo qilaman deb shunday yozdi-da. O'zi boshqacha yozmoqchi edim. U gapni eshitdimda boshqacha bo'ldim, badanim titrab. Keyin shunday qaramda bir hazillashayotganda, Nasib aka dedim, jin pilla qo'yurmayapsizmi? Umrada ekansiz, jin pilla yo'qmi ekan yerda deb prikol qildim. Ya, ukajonim, bunday chiroyli guring qildik Nasib akam bilan. O'zimiz tomondan-ku. Keyin ukajon shunday bir-birimizga tushunmovchilik bo'lgan. Mana Alloh uyida seni mana ziyorat qilyapman deb nomimga bitta duo qilsa bo'ladimi? Shunday ko'rdimda, aka dedim, meni kechiring dedim. Men dedim, Xudoning uyida meni duo qilyapsiz, men sizni so'kibman aka. Shunday boshqacha bo'ldim. Hozir yaxshi, Nasib aka bilan ham zo'rman. Yaxshi, Xudoga shukr, Nasib aka ham hozirgacha gaplashib turamiz. Yaxshi odam ekan. Hamma bilan yaxshi bo'lsang, hayot yaxshi bo'lib boraveradi. Shunday. Aka, siz videosi ko'rib qoldim. Mana biz ham gapirganmiz. Bonaga aka sportsmenlarga sponsorlik qilayotgan bratda nima bo'ldi? Yozib beribdimi? Meni ham ustimdan yozib yubordi-ku. Meni ham ustimdan yozib yubordi. Yozib beribdi sizda ham. Tegini bo'lmaykan, odamga bu bo'lsa. Ya, menga boshqa qiziq emas. Men u bilan 3 tilli ishim yo'q, to'g'risi. 3 tilli ishim yo'q. Men kimligini o'zim uchun bilaman, bo'ldi. Men u yozadimi, yozmaydimi, qo'rqadigan joyim ham yo'q. Xohlagan joyida gaplashaman ular bilan. Endi 350 ta sportsmen bo'lmaydimi yonida? Bilaman. Endi misol har gapni gapirib chiqsangiz, endi любой payt prav bo'lsangiz, o'sha yozib beraman, chizib beraman. Misol har gapni men ham aytdim-da, aka dedim, videosini ko'rdim. Kobulda beraman deb gapirgan ekansiz, videosini to'liq ko'rdim. Nima qilasiz odamlar, alla Kobul beraman, u beraman, sovg'a qildim deysiz, kredit bildirib qo'yasiz desam, men ham ustimdan yozdim, uyga xat bordi aka. Biraz Dubayga. Yana kashingi ko'payibdi-da. Ya, endi men Dubaydaman dedim. Nima qilsa nima holat Dubayda aka. Holat Dubayda. Men Dubayda gapirganman. Hech narsa qila olmaydi Dubayda. Prosta senga yana aytayman, qara Sardor, sen hozir ertaga qaytishingni o'ylab ish qilishing kerak. Ota-ona bor. Men senga aytayman, qaysi davlatda bo'lishingdan qat'iy nazar tug'ilib o'sgan joyingga yetmaydi hech qat. Da, to'g'ri. Hech qat yetmaydi. Mazza qilib uyingda o'tirish, ota-onani oldida issiq ovqatlarni yeb, bu oshna og'aynilar, u boshqa temada. Meni bilsangiz aka, men misol Toshkentga ham kam borar edim. O'sha o'zimni qishloqchiman. O'zimda. Ha, bilaman, Belartxonangdan beriga kelmasding. Ha, o'zimda shu kulbay vayronacha, Belartxonacha boraman, chiqaman, kompyuter o'ynayman, shu bo'ldi. Men o'sha qishlog'im yaxshi aka. To'g'risi, Dubayga Burj Xalifasiga almashmayman shu qishlog'imda aka. O'shancha ertani o'ylab gapirayotganingda ham, ish qilayotganingda ham ertani o'yla. Tushunding? Chunki qonun shunaqa narsa-da, Sardor. Ana haqorat, tuhmat, balo, battar yozilib ketaveradi u narsa. Bilaman. Yozilib ketaveradi. U hamma ham ana aytgan gapiga turib, ana men mujikman oxirgacha gapimni turaman deydiganlar kam hozir. Qur'on futbolkada qaysi hayvon? Umi, qalaku. Qaysi davlatda bor u hayvon? Voy, astag'firulloh. Tailandda bor. Hayvon. Afrikada bor. Multfilmda ko'rganman. Qaraganda ko'rmaganman lekin, multfilmda ko'rganman. Tailandga borgansan-ku? Borganman-da, lekin bunda real shuni ko'rmabman hayotda lekin, to'g'risi. Voy, Tailandda chiqaryapti. Tailandda chiqaryapti. Lekin sizni ham videolaringizni ko'rib qolyapman. Sizga ham qandaydir har xil odamlar bosim qilyapti. Alloh sizdan asrasin aka. Ha, yo'q. U narsa bir Robert Greene degan odam bor. Bo'lgan. Uni hukmronlikning 48 uslubi degan kitobi bor-da. O'sha yerda ma'lum bir payt zarba berishdan oldin bir qadam orqaga chekinib turish kerak degan narsa bo'ladi. Bitta orqaga chekinasan, keyin bitta moshina zarba berasan. Tamom. O'shaqa narsa qildim. Bitta zarni berdim, keyin bittada hammasini quritib yubordim, tamom. Da. Aka,
Kirib turing O'zingni TikTokka. kitob qil. Biz batilni Oilani qilaylik. kitob qil. Hamma batilni boshlayapti. Biz ishimizni qilaylik. Bos. Aka, tanishib olsin. Allohga omonat. Davay, Ro'zani salomat. yaxshi o'tkazinglar, ko'rishamiz. Rahmat jon aka. Xo'p, bo'pti. Mana. Xo'p. Jala bilan